أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugün saat o'tgan darsimizmi Allohni tunish to'g'risida. O'tgan soat biz bolalar Allohni tunish to'g'risida so'zlab, ya'ni Allohning butun insonlarga bergan 4 xil hidoyatni so'zlagan qismlarda bo'lsa, undan boshqa biz segment topshiriq bergandim. Topshiriqda mushu otizmchilarga qarshi va mushu buddistlarga qarshi raddiyalarni bir paqinlarda topshiriq bergandim. Topshiriqni ko'pincha yaxshi ishlabsizlar, maşallah. Ammo ba'zilarning ahvolida raddiya qaytarishning nimaligini bilmagan ba'zi ahvollarni ko'rib qoldim. Raddiyaning nimaligini bilmay qolsizlar. Ana bugungi darsimizda ya'ni ashyotining o'tgangi darsimizdagi davomi sifatida ya'ni Allohni tunish to'g'risida dars qilamiz. Bugungi darsimizning nishoni nima so'zlaymiz degan chog'da bugungi darsimiz biz İbrahim alayhissalomning o'z davrida butparastlarga osmon jisimini cho'qindiganlarga va hukmronlarni iloh o'rnida ko'rdiganlarga qarata qandoq raddiya qaytarganligi va iymonida qanday mustahkam turganligi va bu tavhid yo'lida uchragan aziyatlarni bilish orqali Alloh bo'lgan iymonida ham yaxshi tushunishdir. Ajiq nishonini qo'yibman. Endi bugungi darsimning nishoni o'qisam sizlarga jiq ko'rinib ketgan bo'lishi mumkin. İbrahim alayhissalomning davrida qaranglar. Butparastlar batdi, osmon jisimini cho'qindiganlar batdi, andan keyin hukmdan podsholar cho'qindiganlar batdi. 3 turli kishilar batdi. Ana mushlarga İbrahim alayhissalom hammasiga bir raddiya qaytargan. Ularning hammasininki qilgan ishining xatoligini ko'rsatib bergan. Biz bularni ko'rib o'tamiz. Andan keyin İbrahim alayhissalom iymonda qanday mustahkam turgan va mushu iymon yo'lida, Alloh yo'lida qanday aziyatlarga uchragan, ya'ni mushlarni ko'rish orqali biz Allohga bo'lgan iymonni yana bir darajada tushunishni bugun darsimizdagi nishona qilamiz. İbrahim alayhissalomning hikoyasini balkim jiqlar bilishinglar mumkin. İbrahim alayhissalom bir butparast bir oila cho'ng bo'lgan. Dadasi but yasaydigan bir kishi, ismi Azar ismli but yasaydigan bir kishi. Kichkidan boshlab İbrahim alayhissalom mush atrofidagi kishilarningki butunlay butga cho'qinganini ko'rib ham cho'ng bo'ldi. İbrahim alayhissalom har qattim boshqalarning shunday butga cho'qinganligini ko'rgan vaqtida nima o'ylaydi ekan desanglar, bu butlar ya so'zlayamasa, ya anglayamasa, ya boshqalarga foyda yetkazamasa, o'zini qo'g'diyamasa, shundan o'zi bir pichivon qilmasa, uni qo'riyamasa, mushunda qalatiki bir tosh haykalga bular nima sajda iborat qilgandi deb nihoyatda hayron qoldi ekan. Shuna İbrahim alayhissalom bularningki iloh bo'lishining qat'iy mumkin emasligini bilgandan keyin o'zini yaratgan Rabbini shundoq nim qilish uchun, tepish uchun nurg'unlagan tafakkurlarni yurgizibdi. Ya'ni u davrdagi kishilarning hammasiga qarasa hammasining yo'li xato. Birisi mushbutlar cho'qinayotgan, birisi oyga, yulduzga, quyosh cho'qinayotgan, yana ba'zilar bo'lsa insonga cho'qinayotgan. Bularning ahvolini ko'rgandan keyin İbrahim alayhissalom hammasining xatoligini tepib, Alloh yo'lida, ya'ni shu o'zining haqiqiy Rabbini izlash yo'lida tafakkur qilib, shu yo'lda mengibdi. Yine Allah Teala onun için İbrahim Aleyhisselam'a hidayet verip özünü tanıttı. Şu Allah Teala yani Allah'ın hidayetiyle İbrahim Aleyhisselam Allah'ını tanıttı. İbrahim Aleyhisselam'ın kaçan peygamber boğalıqı bu doğrusu Kur'an-ı Kerim tilgı ilinmağın muğaşqa biz bunu bilemeyimiz. Yani İbrahim Aleyhisselam Allah tarafından peygamber kılıp tanınırdı. Şundan İbrahim Aleyhisselam kanına kıldıydı sana bütün insanlarını muşu hata yoldan kaytırıp doğru yolda davet kılış yolunu başlamaktı. Avval İbrahim alayhissalom mushu osmon jisimini cho'qindigan kishilarning qishig'i keldi. Ularni mat qilish uchun keldi yani. Mushu vaqtda bu yerdan degandek, mushunda quyoshga, yulduzga, oylarga cho'qindigan insonlar bordi. İbrahim alayhissalom bir kechasi mushu yulduz cho'qingan kishilarning qishig'i kelib, yulduzni ko'rsatib turib dedi. Bu mening Rabbim dedi. Şunun bilan insonlar, voy bu İbrahim bizning dinimizga kirgan o'xshaydi, nihoyat xush bo'ldi. Şunun bilan atsiyat degan tong atgandan keyin yulduzlarning hammasi yo'qolib ketgan chog'da İbrahim alayhissalom dediki, men yo'qolib ketishlarni yaxshi ko'rmayman, ketishlarni yaxshi ko'rmayman dedi. Ya'ni bu mening Rabbim emas deb u yerdan ayrildi. Ondan keyin atsi, yana bir kunisi shu oyga e'tiqod qilgan kishilarning qishig'i bordi. Şunun bilan ay chiroyli oyni ko'rib, uni insonlar ko'rsatib turib,
Bu mening Rabbim dedi. Bu mening Rabbim degenden keyin insanlar voy bu endi oyga chuqundiga o'xshaydi deb aytdi. Bu oyga chuqundiga xush bo'ldi. Shuning bilan attigini quyosh chiqqandan keyin oy yo'qolib ketgan chaqda Ibrohim alayhissalom dediki, agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men chuqum ozg'ich qavmning qatorida bo'ladi ekanman dedi. Ya'ni bu yo'qolib ketadigan narsa mening ilohim bo'lolmaydi deb buni inkor qildi. Ondan keyin yana bir kunisi quyosh chuqungan kishining qishig'i berib, "Ma'u quyoshni ko'zib turib, bu mening Robbim, bu hammadan cho'nka dedi. Shuning bilan yani bu yulduz ve aydın cho'ng bo'lgan bu mening Robbim bo'lishi mumkin dedi. Ondan keyin insonlar yana Ibrohim alayhissalomni quyoshga ibodat qilgan o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Lekin oqshom bo'lgancha quyosh shundoq bitib ketib edi. Ibrohim alayhissalom dedi: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan mabutlardan ado judaman" dedi. Sizlar sherik keltirgan bu mabutlardan, yulduzdan, oydan, bu quyoshdan hammasidan men ado juda. Hech qaysi ular meni Rabb bo'lishga loyiq emas. Hammasi Alloh yaratgan mahluqotlar. Yani Allah degan bir iloh, yaratquchi deganning unda yo'qolib ketmaydi. Yaratquchi bo'lgan zot cho'qim mangu hayot bo'ladi, o'lmaydi, mudab qolmaydi. Yani her vaqt mavjud bo'lib turish kerak. Chunki insonlik hayot shunda har vaqt davom qildi, shundami? Hayot har vaqt davom qilayotgandan keyin mushu hayot davom qilayotgan mush hayotni barliqqa keltiradigan, buni boshqarib turadigan iloh her vaqt o'yg'oq, her vaqt hayot, her vaqt ölmeydigan bo'lish kerak. Ondan keyin bularga bu haqiqatni ularga tunishtirdi. Ya'ni iloh degan bunday yo'qolib ketadigan narsa bo'lmaydi. Deb Allohning haqiqiy yaratquchi ekanligini, bu quyosh va oy, yulduzlarning egisi ekanligini, ya'ni bu yulduz, quyosh, oyni Alloh yaratganligini ularga tushundirdi. Ammo bular qabul qildimi, qabul qilmadi. Endi qaraylik. İbrahim alayhissalom undan keyin butparastlarga qarshi da'vat berishga boshladi. Etrafda nurg'un kishilar qarshi o'zi yasab olgan butlarga ibodat qilayotgan. Yani bularga qarab İbrahim alayhissalom bularni cho'qim to'g'ri yo'lga boshlash kerak deb avval da'vat qilishni o'zining dadasidan boshladi. Dadasiga dedi İbrahim alayhissalom, qaranglar. İbrahim alayhissalom otasiga dedi: "Ey ota, nimishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan ve sana hiç narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan" dedi. "Ey ota, menga sen bilmaydigan ilmdan nozil bo'ldi. Menga ergashgan, sen to'g'ri yo'lga boshlayman" dedi. "Ey ota, shaytonga cho'qinmagan, shayton marhamatli Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatli Allohning azobi qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qolishingdan qo'rqaman" dedi. Ya'ni bu İbrahim alayhissalom dadasi uchun noyatmi chiroyli tillanadi. Buning arabchasida "ya abati" deb dadasiga muncha erkilab turgan holatda ashundoq ey ota, nimishqa shundoq anglamaydigan, ko'rmaydigan o'sha narsaga cho'qinasan deb otasi noyatmi chiroyli ravishda to'g'ri yo'lga boshladi. Ya'ni sening Allohning azobi qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qolishingdan qo'rqaman debchi noyatmi mehribonlik bilan dedi. Şunun bilan bu otisi, shundan otisi qana qildi desanglar, hozir bu chiroyli gaplarga hech ta'sir qilmadi uningga. Dediki, "Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunday qilishdan yonmasang, cho'qim seni toshga qilib o'ldiraman, uzoq zaman mendan yiroq turg'in" dedi. Ya'ni uning gapiga anglash tugul nima dedi desanglar, "Sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimi? Yani bu ilahlar mening ota-bobolarimdan qolgan ilahlar, men undan voz kechmayman demoqchi. Agar sen bunda qilishga yonmasang, to'g'ri yo'l boshlashga yonmasang, cho'qim seni toshga qilib o'ldirib etaman" dedi. Toshga qilib o'ldiraman, uzoq zaman mendan yiroq turg'in deb İbrahim alayhissalomni hatto o'ydan qo'g'ilib degan rivoyatlar bor ekan. İbrahim alayhissalom mendan yiroq turg'in, sen menga bo'ldi gap qilma dedi. İbrahim alayhissalom qavmga dedi. Qavmiga shunday nasihatlarni qildi. Nimishqa bundoq ish qandoq anglamaydigan, ko'rmaydigan, sizlarga hech qanday foydasi bo'lmagan bu butlarga ibodat qilasizlar deb ularga shuncha so'zlagan bo'lsa-mu, ammo lekin ularcha hech anglamadi. Undan keyin İbrahim alayhissalom nima qildi desanglar, İbrahim alayhissalom butlarni chiqib etish xayoliga keldi. Bir kunisi shu kishilarniki bir bayram kunisi bor ekan. Bayram kelgan chog'da
İnsanlar bayram murosimi qatnashish uchun mangdi. İbrahim Aleyhisselam uchun men og'riq deb bahona ko'rsatib, uyda qolib qoldi. Ha, butxondagi butlarning yoniga berib, gap qilma anaqa. Butxondagi butlarning qishiga berib, zangni qilgan asosida dediki, "Voy, gap qilmamsizlar. Voy, mening gapimni anglab boqmamsizlar" deb. Andagi oldidagi tomoqlarni ko'rsatib, bu tomoqni yemamsizlar deb. Suni ko'rsatib, bu suni ichmamsizlar deb ashundan masxara qildi. Ama lekin bu butlar İbrahim Aleyhisselam gapini anlay olamdi, anlay olmaydi. Ko'ra olamdi, ko'rolmaydi. Gap qila olamdi, gap qila olmaydi. Tomoq yemaydi, suv icholmaydi. Ya'ni shunday un-tinsiz madirlamay turdi. Shuning bilan İbrahim Aleyhisselam yendiki paltisini elib, bütün butlarning hammasini chaqaverdi. Bütün butlarning hammasini chaqishga boshladi. Faqatla shu cho'ng butdan birini qoldirib qo'yib, qolgan butlarning hammasini chiqib etib, paltisini bu cho'ng butniki bo'yniga esib qo'ydi. Bo'yniga esib qo'ydi. Yani bunundaki maqsadi İbrahim Aleyhisselam bu insanlarga bu butlarniki faqat o'zini qo'g'dayamaydigan mashina bir haykal ekanligini bildirib qo'yishdi maqsadi. Shuning bilan bu insonlar bayramdan qaytib butxonaga kelgan vaqtda qarasa, bu cho'ng butdan boshqa hamma butlarni chiqib tashlanganligini ko'rib, kim qilgandi deb talash tortishga boshladi. Kim qilgandi dedi. Andan keyin bir kishi kelib, bunda dedi. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler qaranglar. Biri İbrahim atliq bir yigitning ularni ayıpligini anglagan edik. Yani shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. İbrahim deb bir bola bordi. Shu bola mush bizning butlarimizni doim tillaydi. Ash qilgan bo'lishi mumkin dedi. Andan keyin İbrahim Aleyhisselamni kelib so'roq qilishga boshladi. So'roq qilishga boshladi. İbrahim, butlarimizni mushunday qilgan senmi? Yani sen chiqyapting butlarimizni dedi. İbrahim Aleyhisselam gülümsirep durup, elaqı boynuğu paltıya sıklık çoğun butunu gösterip mındak dedi. Aram, nâitim akıllık İbrahim Aleyhisselam, he? Yak, nâilaqa, sen kıldın mı ki? Yak, belki ularının bunu çoğuyu şundak kılgan buluş mümkün. Mağu çoğun but çakkan buluş mümkün butlandı. Eğer ular söz diyelise, kimden çakkallıkını ularının özürden sonra yapıklar dedi. Muşu çoğun but söz diyelip kalsın, muşundan sonra yapıklar, yak, dedi. Anandan keyin bular qattiq keldi de, sen onun söz yemaydiganligini bilasan dedi. Yani bu qilolmaydiganligini bilasan degandan keyin İbrahim Aleyhisselam sizlar shunday söz yemaydigan, hech qanday foyda yetkazolmaydigan bu butlar qanday ibodat qilasizlar? Aqlinglar nega ketdi? Deb bularga nasihat qilishga boshladi. Butlar degan mundaq narsa, sizlar bularga ibodat qilmanglar, yani bir Allohga ibodat qilinglar deb Allohni tunishtirib, nurg'unlagan da'vatlarni bularga yetkazdi. Ama lekin bulan anlagandan keyin texmo ochiqlanib, bu haqni hech qabul qilishni xohlamadi. Anglashni xohlamadi bu haq gapni, quliqiga xo'shaqmadi. Chunki bular ota bobosining dinda yenishni xohlamaydi. Shuning bilan bular mush İbrahim degan bolani yo'qlik qilib etaylik. Bizning butlarimizni chiqib etgandan keyin İbrahimni o'ldirib etaylik deb shu qarorga kelishdi. Shuning bilan ular hammasi yig'ilib, ashi davrdagi but cho'qiman xalqning hammasi yig'ilib bir azgaldan birini ko'rib, Annem İbrahim Aleyhisselam üzerine butları çakkanlıkını demse, kandak ola bildiği butlarımız İbrahim Aleyhisselam koytuptu de. İbrahim Aleyhisselam'dan so'ragandan keyin İbrahim Aleyhisselam ahir deydi. Bu butlarni men chiqyaptim deb ahir e'tirof qildi. Sizlarga mushuni haqiqatni bildirib qo'ymoqchi edim. Bu butlar o'zini qo'g'dayamaydigan narsa bo'lsa, mana so'z o'zining kimni chaqqanligini deb bermaydi sizlarga deb bu yerda İbrahim Aleyhisselam bir e'tirof qildi. Chunki İbrahim Aleyhisselamdan boshqa butun chaqadigan odam yo'qdi u yerda. Ya'ni laqay hamma ish ochiq oshkora. Ochiq oshkora bo'lgandan keyin bular albatta bunu bilərəydi. Çünki İbrahim Aleyhisselamdan başqa bu yerdə butqa öş bo'lgan başqa adam yo'qdi. Şunun bilan bular bunu bilərəydi. Dinləyirsiniz qaytdan? Jiqlari fəaliyyət ketgan. Faqat İbrahim Aleyhisselam qolib qolgan u yerdə. Shundaqmi? İbrahim Aleyhisselam. Maqala yaxshi qaranglar. Ular İbrahim Aleyhisselam sözüge nahnu qabul qilmadi. Shundan hatta İbrahim Aleyhisselamning ko'zini yo'qotmoqchi bo'ldi. Ular azgal qo'lab, ichiga o'tlarni to'ldirib, qarang, azgalni o'tlarni to'ldirib, o't yoqdi. İbrahim Aleyhisselam uchunchi bir manchanoqdan birini tayyorladi. Manchanoqni bilasizlar, shundaqmi? Manchanoqni tayyorladi.
Ondan keyin mushu menchana İbrahim Aleyhisselam'ni bağlab, shu o'tning ustiga etish uchun tayyorlandi. Bu menchana degan burunqi film, tarixiy filmlarni qarasanglar, nimalarni, qal'alarni teshib etish uchun yasalgan bir yog'och yasalgan narsa shunda yo'g'on toshdan birini bekitadi. Ondan keyin bir og'amsidan bir bo'shliqlar asta shu qal'aning tamlarini teshiblanadi. Yoki bo'lmasa bir o'qlarni atadi, ko'ydirilgan narsani shu orqali nima qiladi, bombadek tushirgan narsa. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın devirdimi, aşağıya spaken tukaranlarını atıdığan ne spaken tuk. İbrahim Aleyhisselam'ın şunu bağlap, otun üstüge yetişişini tayarlık kıldı. Şu vakti Cibril Aleyhisselam geldi. Cibril Aleyhisselam gelip onunla, İbrahim yardım gerek mi dep sordu. Sana yardım kılayım mı? Otunu uçurveteyim mi? Dep sorgandan keyin İbrahim Aleyhisselam, ya senin yardımın gerek emez. Allah bana kufaya dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Yani Allah Teala bana yardım kılışkı bana kufaya. Deb İbrahim Aleyhisselam'ınki şu yerda yardımını qabul qildi. Malum biroq ba'zi odamlar bunday ekan. Ba'zi odamlar o'tni Alloh rohat qilib bergan İbrahim Aleyhisselam uchun deb andikin soqqaldika, deydikan. Ba'zi odamlar yomg'ir tashlashgan yomg'ir yog'ib o'tni o'chirayotdika deydikan. Ba'zi odamlar qor ostida bir o'rik to'g'nak shunga o'rikka kirib soqqaldika deydikan. Zada qaysi to'g'ri? Qaysi to'g'ri degancha Qur'on Karimda Allohning degani to'g'ri. Alloh taolo nima deydi sanlar? İbrahim Aleyhisselam ot tashlangandan keyin Alloh taolo o'tqa nima qildi? Buyruq qildi. Ya naru kuni bardan va salaman ala İbrahim deb buyruq qildi. Ya'ni Qur'on Karimdagi oyat bu, ha? Ya'ni Turman devala ya. Ot İbrahimga salqin va omonlik baxshitiga mubbagin deb buyruq qildi. İbrahimga salqin va omonlik baxshitidigan salomat bo'lgan salomat mubbagin deb buyruq qilgandan keyin shunlar o't İbrahim Aleyhisselamni ko'ydirmaydi. Shuning bilan salomat saqlab qoladi. Ya'ni Qur'on Karimda Alloh taolo shunday degan bo'lg'achqa, shuni eng to'g'risi deb bilamiz vallah, ha? Endi qilaman. Ama malum keslen çıkmış çağda kapırlığa yerden otunu köteytip beygimma. Şu yerda ba'zi rivoyatlar bor, Qur'on Karim tilga ilinmaydi. Masalan, kesan chukninki, anaki qushninki bir hikoyalari bor. O Qur'on Karim tilga ilinmaydi, ammo lekin balkim bu sahih rivoyatlar bo'lishi mumkin. Unda deyilishicha, mushu İbrahim Aleyhisselam ot tashlangan vaqtda bir tane Fatma chiqib keladi. Fatma chiqib kelib İbrahim Aleyhisselamninki shu kuyayotgan o'tini tuvlaydi. Shuning bilan Alloh taolo Fatma chiqniki qo'sqini bunday yo'g'on qilib bergan deb shuni rivoyat bor. Ham bizning dinimizda Fatma chiqni har qanday yerda o'ltirishga nima qilingan, ruxsat qilingan. Shu sababdan deb shunday deyiladi. Balkim to'g'ri bo'lishi, balkim bu sahih to'g'ri rivoyat. Fatma çık dedinizmi? Fatma chiq degan qaranglar bundaq. Kestanchuklar, mesela Uyg'urcha tushuniraysizlar. Kestanchuk oilasi, kestanchukka o'xshaydigan 3 xil jonliq bor qaranglar. Yana birisi Fatmachuk. Fatmachuk degan Fatmachuk, yana birisi Salma, yana birisi Hamilyon deb qo'ysam kestanchuk. Yana bu Salmani balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Quloq kirdigan narsa Salma uzun bo'ldi qarang Salma. Salma uzun bo'ldi. Andan keyin Salmaning quyrug'i deb olsak, u uziladi. Salmanınki beşi kichik bo'ladi. Beşi uruq bo'ladi. Ammo andaki qo'sig'i yo'g'on bo'lmaydi Salmanınki. Hamma tut bo'ladi. Salmanın Türkçe nima deydi? Salmani shu Türkçe nima deydi? Salmani degan bilmaydi ekanman. Malum keslerlikin keslençukning muchu av o'ldirsak quyruqi üzülüp kessin özü meni kitiverdi ölmedi. Çünkü parça üstüdeki. Men Salma bilan Fatmachukning farqini deb beray sizlarga. Salma beshi kichik bo'ladi dedim. Qo'z qo'ygan bo'lmaydi, tuz bo'ladi, tamommi? Fatmachuk qanday bo'ldi desanglar, Fatmachukning beshi yumaloq bo'ladi. Beshi yumaloq bo'ldi, qo'sqi bunday puylagan petda ashta yo'g'lab qolgan, ashta yo'g'on bo'ladi. Anadan keyin quyruqimi onunki salmaga o'xshash shunday biz qo'g'lagan vaqtda qanday qildi, uning quyruq uziladi. Faqat uning farqliga yeri qo'sqi va beshi qarab turib, ma salmaga Fatmachukka deb farqlantira olamiz. Men o'ltirishga ruxsat qilingan Fatmachuk qoldi, buni bilib olinglar. Malum ana o kişi adamga biraz ziyorat qilsamda bir yana chaqirib berdi.
Ular ziyan etkizganini men anglab bakmadım. Salmalar mana kichik salmalar quloqqa kirib ketadi deb shundan ansiraymiz. Quloq. Anından keyin iliqimish rivoyatda kasanchi kuylagan shundan kuylaganligi uchun Alloh taolo uning la'nat qilgan. Hozir bu bizning dinimizda Fatmachuqni har vaqt o'ldirishga ruxsat qilingan shunday hayvon. Endi bir tal qushning hikoyasi bor. Bir qush nim qilgan og'zi bilan ashundaq sularni akilib o'tni ustida tashlagan. O'tni ustida tashlagan, ammo lekin u o'tni uchishi mumkin emas. O'tni nimaniki suni bu qushninki og'zidagi bir temim suv bilan o'tga hech qanday ta'sir bo'lmaydi, shundaymi? Ammo lekin shu yerda Jibril alayhissalom bir so'raydi. Kimdan so'ragan esimni qilmabdi. So'raydi, sening bu o'tning bu suying hech qanday narsaga bu hech qanday bir ta'sir bo'lmaydi. Sen nima ish bunaqa jabotat qilsan deb, ya'ni ashta qilishniki sababini so'ragan vaqtida bu qush deydi ekan. Mening endi Allohning payg'ambarini qutqizish uchun qo'limdan keldigini mushu ekan. Bunun ortiq ish qo'limdan kelmaydi ekan. Yani Allah Teala'nın oldida men mush payg'ambarni qo'g'dash uchun nima qilding deb so'ragan vaqtda mushunchalik ish qo'limdan keldi, faqat og'zim bilan suv to'shib suvni o'chirishtirishdim deya olmayman deydi ekan. Endi bu yerda bizning o'rganilish tegishlik bizning ta'sir qilgan narsa nuqta nima desa, Fatmachuqniki deb kuylab qo'yganiga o't ulg'ayib qolmaydi. Ma'u qushninki og'zi bilan bir tamchlab suv to'kib qo'yganiga o't o'chib qolmaydi. Ammo lekin bu yerda bizga eng muhim bilinadigan narsa nima bo'lsa, bularniki maydoni. Al Fatmachuq kofirlar taraf tutdi. O'tni kuylaydigan taraf tutdi. Payg'ambarning qarshi tutdi. Ammo qush payg'ambarning qo'g'dash yo'lida tutdi. Payg'ambar taraf tutdi. Shuning bilan Alloh taolo yana bu yerdagi ularning qo'ldan kelgan ish nihoyat oz bo'lsa-mu, ammo maydoniga qarab turib, ularning niyatiga qarab turib Alloh taolo uni hukm qiladi. Şunlaşqa bizmi mush kunlik turmushimizda dinimiz uchun qo'limizdan qanchalik yaxshilik kela olsa, qanchalik yordam kela olsa, shuni qilishtirishimiz kerak. Cho'ng ishlarni qilmasligimiz mumkin, kichik ishlarni qilishimiz mumkin. Shuning qarta Alloh taolo bizga yordam berdi. Ammo ba'zi kishilar bor, endi Allohning diniga ziyankesh qilgan taraf turadigan ba'zi kishilar bor. Ularning ziyankeshligi cho'ng emas, qo'ldan cho'ng ishlar kelmaydi. Ammo lekin qilgan ishchi ular uni cho'ng bir gunohga, ya'ni cho'ng bir o'ziga o'zi ziyon yetkazadigan bir aqidga boshlab qo'ydi. Shunlashqa, ya'ni bu yerda biz cho'qin maydonimiz aniq bo'lish kerak. Ya'ni Allohning dini taraf turishimiz kerak, payg'ambar taraf turishimiz kerak. Tushundinglarmi bolalar? Yaxshi. İbrahim Aleyhisselamning İbrahim Aleyhisselam o'tdan qanday qutulib qoldi? Ya'ni Allohningki o'tqa İbrahim o'tqa salqin va salomat o'tni salqin va salomat qilib bergan deb shunda buyruq qilishdan qutulib qoldi. Bu yerda ikki masala bor qaranglar. Alloh taolo o'tqa salqin bo'lib bergan dedi. Bardan degan so'g'uq degan gap arabcha, uyg'urchasidan bardan degan so'g'uq qilib bergan ve salomat qilib bergan dedi. Bu yerda salomatni tilganmay, so'g'uq qilib bergan degan bo'lsa, balki bu o't, ya'ni shunda insonni ko'ydiradigan xususiyat bu o't İbrahim Aleyhisselam to'ng qo'ygan bo'ladi deb o'ylaydi. Deydigan tafsirchilar shunday deydi. Salamanni qo'shib orqali İbrahim Aleyhisselam bu yerda ya to'nglab ketmadi, ya isib ketmadi, sog' salomat holatda shunda o'tning ustidan qutulib qoldi deydi. Endi qaraylik oxiriga. Endi İbrahim Aleyhisselam endi mushu nimalarga qanday raddiya qaytdi? Mushu butparastlarga, ularga chiroyli nasihat qildi. Nasihatni anglamagandan keyin qanday qildi? Butlarni chiqib tashladi. Ondan keyin butlarni chiqib tashlabmi, ularchi uningga yana qoyil bo'lmagandan keyin ular İbrahim Aleyhisselamni o'tqib tashladi. İbrahim Aleyhisselam o'tni ko'ydimi, ko'ymadi. Allohning ajoyib cho'ng mo'jizasidan birisi ko'rildi. Ya'ni Alloh taolo ularni mushu xatosini yansun deb ashunda cho'ng mo'jizani ko'rsatdi. Ya'ni o't ko'maydigan bir mo'jizani ko'rsatdi. Uning bilanmi yana İbrahim Aleyhisselam bu yerda insonlarni to'g'ri yo'lga boshlayanmadi. Yana bular yana o'zininki xatoligida ching turadi. Endi 3-yil İbrahim Aleyhisselam o'ziga mushu podshohlarga, hukmronlarga iborat qilgan kishilarga qarshi qanday raddiya qaytardi, buni ko'rib boqaylik. Bu davrda Namrud ismli podshoh bor ekan. Bu podshoh qaranglar, o'zini men iloh deb e'lon qiladi ekan, ochiq oshkora. Hammanglar menga bo'ysunsizlar.
Manga ibadet qilsizlar, manga sajda qilsizlar deydi ekan. Nurg'un kishilar bu podshohning yoniga berib, mana shunday salomlarni qilib, sajdani qilib, ashuna ibodat qiladi ekan. Shuning bilan İbrahim alayhissalom, ya'ni İbrahim alayhissalomni bu podshoh o't yoqib o'ltiramagandan keyin, ondan keyin yoniga chaqirib, İbrahim alayhissalomga dars bermoq uchun yoniga chaqirdi ekan. Ondan İbrahim alayhissalomdan so'raydi ekan, "Sening Rabbing kim?" desa, İbrahim alayhissalom, "Rabbim Alloh" deydi. Yani bu Allah kim deb so'raydi ekan. Sening bu ilohing Allah qandoq zot? Qandoq Allah kim deb so'ragandan keyin İbrahim alayhissalom, "Mening Parvardigorim o'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi" deydi ekan. O'likni tirildiradi, tirikni o'ltiradi degandan keyin bu podshoh kelib, "Menmi o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman" deydi ekan. "Men o'likni tirildirayman, tirikni o'ltirayman" deb au nimani talışadıdı? Özüneki ilahligini talışadıdı qaranglar. Şunundan qanday qildi ekan, o'lim hukm qilingan ikki odamni chaqirib kelib, birini yashada o'ltirib ekan, o'lim chaqirgandan bir, o'lim hukm qilingandan biri o'ltirib ekan, yana birisini qo'yib berdi ekan. Shundan deydi ekan, "Qara, ma'u ikki odamniki birisini o'ltiribdim, men o'ltira olmayman. Ma birisi o'limga loyiq deb uni men hayot qo'ydim, men hayot qoldira olmayman, tirildir olmayman" deb uni ko'rsatdi. Muallim yani abladan olsa eğer rasm olsa biradan öldürüp yanlışını tirildirelim buladı. Lekin sarıldek biradan öldürmeyi tirildirelim. Hayat adamni hayot qilib qo'yishi bu hayot uni tirildirganlik olmaydi ki, shundaymi? Shunda İbrahim alayhissalom bu Namrudniki bunda qamoqatligini ko'rib, ondan keyin deydi ekan, "Alloh taolo haqiqatan kunni sharqdan chiqara oladi. Mushu xudolik da'vos qilgan bo'lsang, gapingda rostchil bo'lsang, sen uni g'arbdan chiqarib boqqin." Allah taolo kunni sharqdan chiqara oladi, sen g'arbdan chiqarib boqqin degandan keyin bu kishi eg'iz ocholmay turib qoladi ekan. Endi İbrahim alayhissalom bu yerda qaranglar. Bu Allah taolodan boshqa hech kim qilolmaydigan bir tabiatning qonuniyatini, ya'ni bir nimani bu yerga o'tirib qo'ydi. Ya'ni bu olamni Allah taolo yaratdi. Shundan olamdagi qonuniyatning hammasi Allah yaratdi. Buni Allohdan boshqa hech kim o'zgartirishga qodir emas. Buni bildirib qo'ydi. Buni bildirib qo'ydi Namrudga. Ya'ni Allah yaratgan bu koinotning qonuniyatini sen qanday o'zgartira olaysan? Sen bunu qilolmaysan deb o'zining ojizligini cho'p yerda tuntib qo'ydi. Namrud bu yerda eg'iz ocholmay jimmi turib qoldi. Annem o bıraktı av Firavun degan padişah söndürüştün başka uzun ilahlıkını söndürüştün aşı hiç bulay dep kalgan çağda sepek çıkan çağda ulan aşı fakat üzünün aşı sadaysının üstüne kız bir nimi bilen mıdak yipip andikin yurtuzlan aşı nimga kar aşı mıdak nimdek kar bir rahtek naski is koyup andik ayının is yağan ayını is koyup yağan yurtuzlan is koyup karanlığa men küç kıldığım dersindeyken. Nima degan ahmaq shundaymi? Haqiqatan ahmaq. Quyoshli Muallim özünü yani oylab koymaydı ekan. Yolg'onligini. O'zini oylab emasligini o'zi bilib turibmi yana to'g'ri, qarang. Mana shunday haqiqatlar ochiq oshkora to'simi Namrud qanday qildi? Aqlini topolmay, yana o'sha iloh da'vos qilishni davomlashtirdi. Qaranglar, mana balkim bir nimadagi bir kartondagi rasmni kirib qo'ydim bu yerga. Shunday o'qishib yasab chiqibdi. Shunday iloh da'vos qildi ekan. Endi Alloh taolo qodirmi buni yo'q qilishga? Albatta qodir. Ya'ni mushundaq o'zini cho'ng biladigan mush podshohnichu Alloh taolo noytimi kichik tosh orqali qilib ekan, qaranglar. Namrudning shu qavmiga Alloh taolo nurg'un toshlarni avatdi ekan. Namrud bu qechib, shu qatmuqat qasrning ichiga kirib oladi ekan. Kirib olsa bir tal tosh uchib kelib, uningki burniga kirib, burnidan mengisiga kirib, uning ashta mengisini yeb, ashunda qiynab o'ldirib o'tadi ekan. Ya'ni Alloh taolo bu yerda o'zining kuch qudratini ko'rsatib qo'ydi. Muallim ben bir narsa anlattığımda bir hikayede Namrud'un şu beşiğe kerilmesini yap pek ağır pisitken kim menimki qattiq olsa aşınanga altın bürmen dep bunun da özü secde kısa aşınanga altın bürmen dep hazır altın bürmen dep şun kelmeyden vurup şun en ahırda bak bir sebep qattiq urish bilan ölüp ketken. Qarang, sizlarga ozroq bir eslatmadan birini yozib qo'ydim bu yerga.
Bugungi kunda haqiqat oldida yolg'iz qolganda İbrahim alayhissalomning yolg'iz holda butun kofirlarga qarshi kurash qilganini eslaydi dedim. İbrahim alayhissalom shu yolg'iz holatda İbrahim alayhissalomning davricha faqat İbrahim alayhissalomning ayoli Sara onamiz, Lut alayhissalom ashlardan boshqa iymon etgan kishi bo'lmadi. 3 kishilar bo'ldi. Ya'ni ashunda qolatdimi İbrahim alayhissalomchu hammasiga qarshi holatda jang e'lon qildi. Hergizmi ularni do'rab ko'pchilikning orqaga ergishib ketadigan ishni qilmadi. Endi bugungi kunimizda bugungi kunda nurg'unlagan xato ishlar bo'lgan bir holatda yashayapmiz. Atrofimizga jamiyatga chiqsak yoki maktablarga borsak, nurg'un bolalarniki xatoliklarni ko'ra olasizlar. Atrofingizda nurg'un xatoliklarni ko'ra olasizlar. Endi qanday qilamiz degan chog'da ular hammasi xato bo'lsa-mu, sizlar o'zingizlar to'g'ri deb qaragan ishda chim turishinglar kerak. Yine bazı kız vallahi desek, oy azırak uzunrak kiyim, undaq deb kiyimgacha to'g'ri tarbiya qilgan chog'da, voy hamma demişlar yasinib yuradigan tursa, men undaq kiyib olsam, ma'tuda qanday bo'ldi degandek-chi, mana gapni anglab qolamiz. Bu to'g'rimi? Hargiz to'g'ri emas. Mayli dunyodagi hammada mechilib ketsin, biz qanday qilamiz? Biz to'g'ri deb qaragan ishimizni qilamiz. Mayli bütün balla, hamma ballamda qıptı deb, onun orqaga xato ishda ergishib ketishni hargiz qilmaymiz. O'zimiz yolg'iz qolgan holatimiz-chu, haqiqatda oxiratga cho'ng turamiz. Hargiz qarg'ulachi do'raydigan ishni qilmaymiz. Ikkinchi eslatma, qiyinchilik qolgan vaqtimizda o't tashlash oldida İbrahim alayhissalom nima dedi? Hasbunallohu va ni'mal vakil. Men faqat Alloh kifoya dedi. Shundan faqat yordamni Allohdan kutdi. Ya'ni mushuni eslashimiz kerak. Qiyinchilik qolgan vaqtimizda avval undan yordam so'rab beqib, bundan yordam so'rab beqib, hech kimdan yordam kelmagan vaqtda angiz Allohni eslaydigan ish yo'q. Avval Allohni eslaymiz, Allohdan yordam tilaymiz. Ey Alloh, mushu qiyinchilik qolgan mush ishimda bizga yordam qilsang deb avval Allohni eslagan vaqtimizda, andan keyin Alloh taolo boshqa insonlarning qul orqali bizga yordam qilishi mumkin. Allah taala bizga yordam qilmasa hech qanday inson bizga yordam qilolmaydi vallahi. Uysinlarda bo'lsin. Allohning yordami bo'lgan chog'da, andan keyin boshqalarning yordami qilib bizga yordam kelishi mumkin, ha? Andan keyin haddidan oshgan zolimni ko'rgan vaqtimizda iloh tavasiga mushu Namrudning qanday qilib bo'lganini eslaylik. Hozirgi bugungi dunyoda nurg'unlagan zolimlar bor. Biz Uyg'ur musulmonlari Xitoyning zulmini yashayapmiz, shunday Xitoyning kuchlanib ketayotimiz. Ammo Allah Taala qanchalik kuchli bo'lsin o zolim, uni halok qilishga qodir. Kichikgina bir narsa bilan, kichkina narsalarni halok qilishga qodir. Biz buni cho'qim eslab turishimiz kerak. Umidimizni qat'iy yo'qotib qo'ymasligimiz kerak, ha? Endi bugungi darsimizdan bir qancha savollarni chiqarib qo'ydim. Savollarga sizlar javob berib beringlar. Birinchi savolimiz İbrahim alayhissalom yulduz, oy, quyoshga iborat qilganlarga qaysi usul bilan xatoligini ko'rsatib berdi? Yani qanday usul orqali nimani bildirish orqali ular xatoligini ko'rsatib berdi? Qaysini deb baqsiz. Umumdan ismini chaqasam bo'ladi. Sumayya deb beqman. İbrahim alayhissalom yulduzga, ayga, quyoshga ibodat qilgan kishilarni kelib avval o mina ilohim dedi. Andan keyin ular yulduz kirgan vaqtda aytgan bo'lgan kirgan vaqtda men kirikda yo'q qolibsiz ilohlarni yaxshi ko'rmayman deb yulduzning ilohi emas kerakligini ko'rsatdi. Andan keyin ay ibodat qilgan kishilarni qashab kelib ay mening Rabbim dedi. Andan keyin aytgan bo'lganda ay kirikda quyosh chiqdi. Andan keyin o yana men yani ay ketib ketgandan keyin bu ayning Rabbim emas, ayning Rabbim emas kerakligini aytdi. Andan keyin quyosh mening Rabbim dedi. Andan keyin quyosh ketib ketgandan keyin u mening Rabbim emas deb insonlarga ularning Rabbini iloh emasligini aytib ko'rsatdi. Yani ilohning qanday bo'lish kerakligini ko'rsatdi. İlahning davomli yo'qolib ketmay turishini, andan keyin davomli bir nizam hayat, menga o'lmaydigan, shundaymi? Ashunday zot ekanligini bildirdi, shundaymi? Yaxshi, mashallah. Fatima deb beqman. İbrahim alayhissalom kofirlarning butlarini chiqayotganligi uchun o'tga tashlanibdi. İbrahim alayhissalom o'tga tashlanish vaqtidan men
men onundan nimni bilip aldım desem, men onundan başkalarından yardım kütmey Allah'tan yardım kütüp Allah'tan kütüşünü başkalardan zor kütüp ketmeslikini Allah'ın buyruğu bilen başkalarına yardım kılalayganlıkını bilip aldım. Yaxshi, maşallah. Yani İbrahim Aleyhisselam 30-dan yordamni Alloh tilkish kerakligini bilib oldingiz. Yana nimani bilib olamiz bolalar? Qaysini topaqsizlar? O'xshamaydigan javobni bir so'ng bir paqlar kim bera oladi? İbrahim Aleyhisselam 30-dan yana nimani bila olamiz? Bo'ldingiz. Amin eding. Ma'qul. İbrahim Aleyhisselam'ın otuq taslanmasida o'zining dini ching turib, boshqa kofirning diniga o'tib ketmaganligidan o'zining gapi ching turganligini andan keyin o'zining gapi ching turganligini ayrim yolg'iz bo'lsin sabr qilib turganligini sevirchanligini bilib oldim. Oxirgisini mana o'qiganimda Turishing lozimligini. Yaxshi, maşallah. Endi 3-savol. İbrahim Aleyhisselam Nemrutni qanday yengdi degan savolga jundlar javob bermoqman. Allohga bo'lgan iymonida ching turib Allah yengdi. Yani Nemrut'un qashiga kelib, Nemrut so'radi shundami? Sening Allah kim degandek indab javob berdi. Allah o'likni tiriltiradi, Allah tiriltiradi. Undan İbrahim Aleyhisselam Nemrut kelib, men bu o'likni tiriltiralayman, tirilni o'ltiralayman deb ikki kishiniki birini o'ltirib, birini tirib qo'ydi shundami? Ondan keyin İbrahim Aleyhisselam nima dedi? Allah yoshni sharqdan chiqirdi. Sharqdan chiqaralaydi. G'arbdan Shundami? patqazalaydi dedi. Endi sen yomon bo'lsang, shu gaping rostchi bo'lsa, quyoshni g'arbdan chiqarib sharq patqizib boqqan dedi. Ya'ni aksi yo'nalishga sharq quyoshni Alloh taolo sharqdan chiqarib g'arb patqizdi. Sen yomon bo'lsang, g'arbdan chiqarib sharq patqizib boqqan dedi. Unga qanday qildi? Gap qilmay turib qoldi. Ya'ni qanday yangdi desanglar, ya'ni Allohning qonuniyatlarini hech kimning o'zgartirmaydigan, Allohdan boshqa hech kimning o'zgartirmaydiganligini, faqat va faqat Alloh yaratgan qonuniyatni faqat Allohning kontrol qilganligini bildirish orqali shundami? Ya'ni İbrahim Aleyhisselam Nemrutni yengdi. Tamam, maşallah. Bu savollar sen topshiriqinglar bolalar, Shu savolning topshiriqini shu javobini yozib menga Chili so'zlar shu 3 savol. 3 savolning javobini mana shuni yozaman.